Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun Qizilsuv jamiyat nomidagi Cumhuriyetlik Davlat akademiyalik Uyg'ur muzikalik komediya teatrida cho'ng xursandlik. 3 yillik qurilish ishlari oyoqlashib, san'atkorlar teatrining qutlug' sahnasiga qaytib o'raldi. Yangilangan ajoyib zamonaviy sahnada teatrning 87-mavsumining echilish taraddudi boshlandi. San'atxumar xalqimiz tashnoliq bilan kutgan vaqt yetib keldi. Sanoqli kunlardan keyin siz tomoshabin bilan qutlug' darhogimizda yuz ko'rishimiz.